O'qish deganda faqat madrasada o'qish tushunmaylik biz akalar. Faqat bizga mulla kerak emas-ku. Yana to'g'rimi? Operatsiyani kim qiladi? Mulla qiladimi? Jinoyatchini kim top beradi? Qora aka top beradimi? Ichki ishlar top beradi. Xavfsizlik top beradi. Prokuratura jazolaydi. Chegarani kim qo'riqlaydi? Hoji aka qo'riqlaydimi? Vayinnilar qo'riqlaydi, duxubaladlar qo'riqlaydi. Kim samolyot minadi? Imom minadimi samolyot? Mashinani minalmayapmiz o'zi. To'lla ishtiraf qilyapmiz. Ha bu degani 4 talayni bolaning samolyot minsin, 5 talayniki avtobus minsin, 6 talayniki qassob bo'lsin, 7 tamizga arxitektor bo'lsin, 50 tamizga sartarosh bo'lsin, 100 tamizga povur bo'lsin, 40 tamizga kamerachi bo'lsin. Bo'lsin. O'zimizdan chiqsin. Qassob o'zimizniki bo'lsin. Arxitektor o'zimizniki bo'lsin. Hammasi o'zimizniki bo'lsin. O'zimiz shu vatandoshimiz bo'lsin. Shunda zo'r bo'ladi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri.